Xabaringiz bor, Farg'ona davlat universitetining sirtqi ta'lim bo'limi ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti Sharafiddinova Ra'no Shavkatovna tomonidan Farg'ona viloyatidagi ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashgan birinchi sonli Nurli maskan maktab-internatida mental arifmetika bo'yicha o'quvchilarga dars berib kelinayotgan edi. O'z ustida ishlab, tinimsiz izlanishda bo'lgan Ra'noxon Sharafiddinova yana bir yangi loyihaga qo'l urdi. Foydalanishga tatbiq etilayotgan ushbu loyiha asosida yaratilgan o'quv jihozlari o'quvchi yoshlarga, ayniqsa ko'zi ojiz bolalarga o'quv va ta'lim jarayonlarida qulaylik yaratishi ko'zlangan. Tembetga boradi. Nimaga? Mana yerda qo'shamiz. Men son aytaman, misol uchun 7 qo'ying. 7 qo'shilgan 3 qilib bering shunda. 7 raqam belgi qo'ymaysizmi oldiga birinchi? Qo'yamiz, to'g'rimi? Raqam belgi 7 qo'shilgan bitga bo'ladi ishoramiz. Yig'inda buchi raqam belgi qo'yamiz nimada ishoradan oldinmi? Dastlab ularning chizmasini chizish va kompyuter orqali 3D modelini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Tayyor bo'lgan o'quv jihozining modeli texnik printerlar orqali muayyan shaklga keltiriladi va so'nggi jarayon, ya'ni ishni yakunlash bosqichida maxsus qoliplar yordamida jihozning kerakli qismi yaratiladi. Shuningdek, tajriba asosida qo'llanilayotgan metodika vositalari haqida o'quvchi yoshlar va ustozlar tomonidan ijobiy fikrlar bildirildi. Men hozir birinchi raqam belgi 12 qo'shamiz. 7 ni 12 ga qo'shsak 7 ni barobar 19 bo'ladi. Bu jihozlar bizim maktabimizda ko'zi ojiz o'quvchilar uchun juda o'rganishga foydali narsa. Bu darsda kerak bo'ladi. Agar maktabimizga keltirilsa, bu katta foyda beradi o'quvchilarga. Bunda o'rganish juda oson. Bunda ko'zi ojizlar, paypaslar qo'l orqali o'rganishi mumkin. Mana shu jihoz juda ham menga ma'qul, chunki menda shunaqa bolalar bor, umuman ko'rmaydi, lekin barmog'ida sezadi. Barmog'ida sezib o'qishga harakat qilishadi. Mana shularni qo'shish, ayirishga bolalar ancha nima qiladi, doskamizda chiqib ishlaydi-yu, lekin oldida o'tirib ishlashga juda mana shu narsangiz menga yoqdi. Ular ham yoqdi. Boshqa fanlardan, tabiiy fanlardan, nimalardan mana bu jihozlar, mevalar. Mana shu mevalaringizni qo'yib, mana bu juda ham yaxshi ekan. Mana yer yong'oq bo'lsa, yer yong'oq so'zini mana bu harflarda yozib berishga harakat qiladi bolalarimiz. Bemalol yozib ishlashga harakat qiladi. Mana shularingizni ommaviylashtirib ko'paytirsalaringiz juda ham bizga ma'qul bo'ladi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ta'lim sifatini oshirish uchun juda ko'p ishlar olib borilmoqda. Biz ham qilayotgan loyihamiz asosan ta'lim sifatiga qaratilgan. Ta'lim sifati demak bizda Nurli maskan maktablari, inklyuziv ta'limga qaratilgan maktablar va o'rta ta'lim maktablariga qaratilgan o'quv jihozlarini yaratishni yo'lga qo'yganmiz. Loyihamizning asosiy maqsadi shu. Biz yaratgan loyihalar asosan matematika, ona tili, ingliz tili, tabiiy fanlarga jihozlarni yaratganmiz. Bunda bolalar asosan ko'rib, ushlab, o'zlari amalda bajarib, bemalol berilgan mavzuni to'liq tushuna oladilar. Asosiy maqsadimiz, bilamiz, inklyuziv ta'limdagi bolalarni darsda berilgan, sog'lom bolalarga berilgan 1 soatlik dars ularga 2 soat yoki 3 soatda tushuntiriladi. Mana shu biz bergan jihozlarimiz orqali ular bir vaqtning o'zida shu berilgan mavzuni bemalol tushuna oladi.